Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Minecraft'ni eskirgan versiyalarida, ya'ni 1.12 versiyasida Ender Dragon'ni o'ldirishga harakat qilamiz. Ha, aytgancha bu versiyada temir topish oson. Boshqa versiyalarga qaraganda osonroq bo'ladi. Bu bizga plyus tomon. Minus tomonlarini aytsak, minus tomon topolmadim to'g'rirog'i. Qani bo'lmasa rivojlanishni boshlaymiz. Rivojlanish uncha qiyin bo'lmaydi. Yonda FPS ham ko'rsatar ekan, 150 FPS. To'g'risini aytsam, buncha ko'p kutmagan edim. Chunki oddiy kompyuterda 150 FPS. Qoyil. Optifine'ning kuchini qaranglar. Qo'ylar. To'g'risini aytsam, biz tezroq rivojlanishimiz kerak. Do'stlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda Ender Dragon'ni qaysi yo'l bilan, to'g'rirog'i tezlikdami yoki sekin-sekin gaplashib o'ldiraylikmi? Aytgancha yana bitta narsa, texnik nosozliklar tufayli yana bitta youtuberimiz, to'g'rirog'i men hamkorim, umuman to'g'risini aytganda singlim, o'sha men bilan o'yna olmadi, bugun videoga tusha olmadi. Shuning uchun sal zerikarliroq bo'ladi. Zerikarli bo'lmaydi degan umiddaman. Menimcha albatta deya olmayman, 100% deya olmayman. Keyingi videolarda tushishi mumkin. Toshlar ham yig'ilibdi. Yo'q, yaxshi. Birinchi cho'p qilib olamiz. Mayli. Yaxshi bunday qilamiz. Endi bizda tosh davri. Ana yerda lava bor ekan, ketdik. Kirkani yoqib boramiz. Minecraftda bunaqasi ham bo'lishi mumkinmidi? Suv va lava bitta joyda. Epic. Hayal kirgan. Endi biz qiladigan ishimiz ko'mir topish. Ko'mir ham topildi. Balki oyog'imiz tagidan temir ham chiqib qolar. Balki olmos deganlaridek. Do'stlar, bilasizlarmi? Aktiv bo'linglar. Kommentariyaga video haqida qanday bo'lgani, qiziqarli yoki sal zerikarliroq bo'lgani haqida aytib o'tasizlar. Shunga qarab men videolarimga o'zgartirish kiritib boraman. Iltimos, aktiv bo'linglar kommentariyalarda, chunki men yangi youtuberman. Yangi o'zbek youtuberiman. Minecrafter youtuber. Yana nimalar deyish mumkin. Men bu videom orqali o'sha mashhur artefaktga salomimni yo'llab qo'ymoqchiman. Chunki men uni obunachisi bo'laman. Unga havas qilib men ham YouTube kanal ochganman. Va meni ham artefaktdek obunachilarim bo'ladi degan umiddaman. Biz bunday qilsak ham bo'ladi. To'g'rig'i mashqalarni ikkinchi qo'limizga olib yurib,
Bunday qilib yursak, atrof yorug' bo'lib ketaveradi. Voy, bu yerdan maxluqlarni o'chirib qo'yganimga, yo'qib qo'yganimga jahlingiz chiqmaydi degan umiddaman. Chunki men ulardan sal cho'chiyman, qo'rqaman. Cho'chimay onka deydi-yu. Lekin men qo'rqaman. Mana bu yerdan o'tib ketamiz sekin-sekin. To'g'ri aytsam, umuman sekin bo'lmayapti. Ey qo'y, menga juningni ber. Yo'q, bermayman. O'zim olaman. Senchi berasan? Yo'q, bermayman. Bor. Senchi berasan? Okey, udaqmang. Qara lekin, yana safar kelaman. Bu yerda qo'ylar ko'p ekan. Shuning uchun bizda yotoq yasash qiyin bo'lmaydi. Ovqat masalasi ham. Aytgancha, Minecraftda bir narsa topdim. Agar siz inglizchada o'ynayotgan bo'lsangiz, bu yerda peaceful degan qiyinlikni peacefulga qo'yib qo'ysangiz, qorin ham och qolmaydi, ham joningiz ham tez to'ladi. Maxluqlar bo'lmaydi. To'g'ri, bu peaceful ingliz tilidan olingan bo'lib, tinch degani. Tinch dunyo. Otishmalar yo'q. Skeletlar otishmasi. Bombardimonlar yo'q. Kreperlar. Sen boyagimiding, Juning ber. Nima qilyapsan? Bor. Ana yerda ekan-ku. Uzr, bunaqa bo'lishini xohlamagan edim. Bechora bola yosh ketdi. Mayli, bizga farq yo'q. Kim bilsa agar 16-versiyadan boshlab daraxtlarni po'stini shilish sanosi bor funksiyasi. Do'stlar, sizlarga bir maslahat bermoqchiman. Minecraftni o'ynayotganda ko'proq boyagi qiyinlikni peacefulga qo'yib o'ynang. Agar sizga adrenalin kerak bo'layotgan bo'lsa, buni easy, normal, hardga qo'yib o'ynang. Chunki bu yerda agar hardga qo'ysanglar, moblar juda ko'p spawn bo'ladi. Va bu o'ta xavfli bo'ladi. Shuning uchun men buni hardga ham, slowga ham, normalga ham qo'ymasdan peacefulga qo'yaman. Menga modlar yoqmaydi. Umuman yoqmaydi. Mol. Ters tushdi. Speedrunlik qilamiz, speedrunlik. Yecham speedrun emasman, bu yoqqa ke. Ana shunaqa. Tinchgina hisob qo'yamiz. Bilasizlar, men 12-versiyada yana bitta yangilikni aniqlaganman. Toshkentda 9 daraja, to'g'rirog'i ruschasiga 9 o'ron. Mana ko'ringlar. When in main hand 0.8 attack speed, hujum qilish tezligi, 9 hujum xavfi. Bu nima degani? Hujum xavfi bu nima? Attack speed. Kommentariyga yozib qoldiringlar. O'zbekchasiga nima deyiladi? Bu qancha jon olishimi yoki boshqa bir narsami? Buni bilmoqchiman. Yo'q, cho'chqani ham bittada yo'ydik. Yo'q. Bilasizlarmi? Keyin men time setni ishlatishim mumkin. Bu yerda, bu dunyoda time set yozsak kunga o'zgaradi. Ana, quyosh bu tarafga o'tib qoldi. Voy. Ana bo'ldi. Xo'sh, endi qiladigan ishimiz nima?
Ye, tashlab yubordik versam. Temir topish kerak. Temirni qayerdan topamiz? Kondan topamiz. Albatta. Ye, ana qishloqmi? Yo'q, oddiy birmikan. Ye. Bu yerda savanna borga o'xshaydi. Tezroq borib ko'ramiz. Savanna bu qishloq degani. Savannadagi qishloqlar Yuli Sezarning jiyanlari bo'ladi. E'tibor bersanglar, boshlariga bir nimalar taqoladimi? Sal jinniroq. Yo'q, bu yerda menga kerakli bo'lgan narsalarni ko'ryapman. Shakar qamish. Bu bizga kelajakda sehrlash stoli uchun kitob yasashda kerak bo'ladi. Ye, bunaqasi bo'lishi ham mumkin. Sen shu yerlarda qolib ket. Men bo'lsam mazza qilib beraman. Qishloq qayerda? Menga aytinglar. Qo'ylar, qishloq qayerda deb boringlar. Deb bor gapirmaysan. Senchi gaplashmasanmi? Hali ham shu yerdamisan? Mana undan ham olish kerak. Kerak bo'lib qoladi. Nima qilyapman o'zi? O, ana tushdi. Flint, chaqmoq tosh. Konga tushib nimalar olib chiqamizmi yoki temir qaziymizmi yoki yo'qmi? Birinchi qishloq topamizmi? Mayli ketdik. Birinchi temir topamiz. O, ana aytdim-ku sizlarga. Temir topish uncha qiyin emas. Endi albatta yangi versiyalarda ba'zi bir buyumlarda oyoq tagidan chiqmaydi-yu, lekin oson. Yo'q yana. Men boya moblarni yo'q qo'yganim sababi konlarda creeperlar temirni mazza qilib xursand bo'lib qaziyotgan paytingiz pis etadi. Shu bilan xursand qilib qaziyotganingiz kayfiyatingiz dabdala bo'ladi, qoladi. Buf etib portlaydi, tamom. Shunchalar asab buziladi. Buni faqat Minecrafterlar biladi. Ye. Oho, bu yer kattagan ekan-ku. Shuncha chuqurda loy nima qilyapti? Menga kimdir tushuntirib bera oladimi? Ye. Men bu yerda haqiqiy shaxta topdim. Yo'q, ana bu yerda oltin. Ana bu yerda olmos. Desam ishonmanglar. Ye. Lava oqib chiqyapti. Haqiqiy tabiat hodisasini ko'ryapman. Guvohi bo'lyapman. Bizga ko'proq temir kerak. Hozircha. Kelajakda bundan katta konlarga kirishimiz hech gap emas. Bu albatta kelajakda. Hozirda emas. Bormayman. O, ana. Stop. Bilaman, siz haligacha obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Lekin meni maqsadim yangi yilgacha 1000 ta bo'lish. Shuning uchun hozirroq obuna bo'ling. Iltimos. 11% odamlar obuna bilan ko'rar ekan. Qolgan 89%-chi. Uzr. Men hali bittagina video chiqarganman. Bu ham bo'lsa yangi o'zbek Minecrafterini kutib oling deb olmos aslahalarda chiqqanman o'sha payti. Lekin hozir bir tinga qimmat kiyinardi yuribman. Yo'q, albatta. Bu gapimga ishonmang. Buni boshqa gapirdi.
Men gapirmadim, siz eshitmadingiz. Yo'q, o'zi 30 ta temir yig'ibmiz. Yetib qoldimi? Yetmaydi albatta. Kim biladi, kimga nechta temir yetarli? Voy. Minecraft qo'shig'i boshlandi. Meni eng yoqmaydigan narsa. Shu qo'shig'ini shunchalar yomon ko'raman. Bu yerda temir bor ekan. Qaziymiz. Endi qanday chiqaman? Yordam beringlar deb o'tirishar. Yo'q. Yo'q. Mana dinamik light bu. Mana shunday aytib o'tganimdek mash'alani qo'lga olib yurgan paytingiz mana shunday o'zdan yorib turgan qanday omadsiz kun. Shunaqasi bo'lishi ham mumkinmi? Ko'mir, to'roq temir, ko'mir, temir, olmos, granit, tosh, creeper, asab, bomba. Temirni juda yaxshi yig'yapmiz-a. Kirkaman sinay deb qopti. Endi orqaga qaytamiz. Nega desangiz, bizni bu konda qiladigan ishlarimiz bitdi. Bu konda qiladigan ish qolmadi, yo'q qoldi. Mana shu yerda ozgina ishlar qoldi. Shulardan olamiz, keyin ketamiz. Yo'q, ana 64 ta. Juda mos ekanda. Kim ishonmayotgan bo'lsa, 1.12 versiyani yuklab olib, o'zi tekshirib ko'rsa ham bo'ladi. Mana yerda yana temir bor ekan. Ozgina kirkamda, ozgina chichagina kuch qoldi, shunga qo'yaman. Yo'q. Skerik ketgandik, mana shu yerga ekan. Agar kim e'tibor bergan bo'lsa, mana shunaqa joyga yurib tushgan edik biz. Voy, kechqurun. To'g'risini aytsam, kechqurun moblar paydo bo'ladimi yoki yo'qmi bilmadim. Shuning uchun men tezroq qishloq qidiryapman. Qani edi tezroq chiqsa, qidirgan payti chiqmaydi bu qishloqlar ham. Kerak emas payti yo'lingizdan chiqib kelaveradi. Lavami yaxshi. Lava bo'lsa ham. Biza tuxum bor ekan. Agar bu tuxumdan chiqsa, hamma bu videoga 3 ta
tadan kommentariy yozadi. Va chiqdi. Hamma videoga 3 tadan kommentariy yozadi. Va yana bitta narsa. Like bosishim isdan chiqmasin. Nima qiyin emas-ku. Men shuncha vaqt harakat qilib video yasayapman, video olyapman. Sizga esa bir daqiqa ham ketmaydi. Men bu videoni olish uchun bilasizlarmi? Yarim soatdan beri o'tiribman. Naq soat 12 bo'ldi. Yarim oqshom video olyapman. Buni hammasi sizlar uchun. Buni tushungan holda albatta obuna va like bosib qo'yish esingizdan chiqmaydi degan umiddaman. Shuncha mehnatni axir bir tiyin qiladiganlar yo'qdir O'zbekistonda. Bilmadim, balki bordir. Bo'lsa ham o'sha mehnatni bir tiyin qiladiganlar iltimos hammanikini bir tiyin qilsanglar ham menikini bir tiyin qilmanglar. O'ziga endigina YouTube kanal ochgan bo'lsam, sal qo'llab yuborasizlarmi degandim. Yo'q, belgisi. Uxlaveramiz, charchadim men. To'g'risi aytsam, men bu videoni bir nechta qismlarga bo'lib olmoqchi edim, lekin bunga ilojim yo'qdek bo'lyapti. Aytgancha, hammani Konstitutsiya bayrami bilan tabriklayman. Bu video 8-dekabr kuni olinyapti. 8-dekabrda nega dam olmaysan desangiz, menga bugungina ota-onam tomonidan YouTuber bo'lish ruxsati berildi. Ya'ni men kanalimga start berdim. Shuning uchun ichim qizib bugun video olishga qaror qildim. Qanday bo'ladi endi bilmadim, lekin yaxshi bo'lish kerak. Aytgancha meni skinimga ham baho berib o'tib ketingizlar. Qanaqa yaxshimi yoki dabdalami, achaqmi, yomonmi? Endi albatta pachaq deganlar bo'lmasa kerak. Bilaman, artefakt skinning oldida pachaq desa ham bo'ladi, lekin inson o'zini yerga urmasligi kerak. Qaytaga ko'klarga ko'tarish kerak. Ana narsani olamiz yo'qmi? Yo'q, olmaymiz. O'zimizda shuncha bor. Kelinglar yaxshisi. Har doim shunday. Endi biz kitob yasaymiz. Ana. Qani meni temirlarim, bu yerga kelinglar. Endi qiladigan ishim nima? Endi men mafiya bo'laman. Kim bilsa agar mana shu anavi usul osonroq. Mana bunday narsalarni yasab o'tirgandan ko'ra to'g'riroq bu yerda bunday qilib. Bilaman bu epikroq, lekin youtuberlarga emas, lekin menga bunisi yoqadi. Qalqon nima uchun? Qalqon bu nazarda kerak bo'ladi. Nasıl ko'rgan, lekin yo'q, olmaymiz. Bosh kiyim olamiz. Bosh kiyim. Yo'q. Menga bosh kiyim kerak emas ekan. Hammasi sizlarga yaxshi ko'rinishi uchun men oddiy kiyim va ishton olaman. Triko olaman, temir ishton. Chunki deganda meni
oyoqlarim va boshlarim yaxshi ko'rinib turishi uchun. Bilaman buni foydasi yo'q, lekin nima bo'lyapti? Uzr, men bunaqa narsalar bo'ladi deb o'ylamagan edim. Ey cho'chqa, gap berib tur, zerikib ketdim. Kitob bilan kitobni qirrasi bilan ko'zingga uraman. Bu yoqqa kel, menga qara. Ey bola, ko'zimga qara. Kitobni qirrasi bilan. Ey bola, ko'zimga qara. Kitobni qirrasi bilan ko'zingga urmoqchiman axir. U alatiydi. Yo. Bu analar ko'payib ketdi-ku, a? Temorlarimiz. Bunday qilamiz. Bunday qilsak juda yaxshi bo'ladi. Meni boshim yaxshi ko'rinib turishini, balki bunday qolarman, balki yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi yaxshi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Axir hamma endi 3 tadan kommentariy yozishga majbur. Endi majbur deyolmaymiz, lekin yozinglar. Mana omadli bola ekanman. Bittada chiqdi tovuq, jo'ja ochib chiqdi. Shuning uchun obuna bo'linglar. Kommentariy yozinglar 3 tadan. Har bir kishi 3 tadan yozishi kerak. Oh yeah. Qayerdandir mana ovoz eshityaptimi? Mana pastda footpads degan narsa chiqyapti. Shu yerga qarasanglar, lava pops deb chiqadi. Shu yerlar turgan paytim chiquvdi. Kutamiz. Mayli. Hamma temirlarni olib oxiri suramiz. Yaxshi water dropga paqram olishim kerak. Qaychilar ham ovolaymikan? Mayli olamiz. Qalqon. Yo'q, olgan ekanmiz. Sal qoldi. Biz bookshelf qilsak bo'lar ekan. Andezit qilsak bo'lar ekan. Pishgan tosh qilsak bo'lar ekan. Yo'q, polishit andezit. Bu nima ekan? Banner. Keyk. Juda yaxshi ko'raman buni. Kim shu tortni yaxshi ko'rsa, kommentariyga yaxshi ko'raman deb yozinglar. Tortni yaxshi ko'raman deb yozinglar. Yana boshim balaga qolib ketmasin. Aytgancha sizlarga bitta pop quiz bermoqchiman. Bu odatda noodatiy beriladigan berib qolinadigan savollar. Savol: kanalimga obuna bo'ldingizmi yoki yo'qmi? Yo'q, haliyam obuna bo'lganingiz yo'q. To'g'rimi? Nega obuna bo'lmaysiz? Obuna qo'ying. Axir men
qish oxirigacha uzr. Qish oxirigacha emas, yangi yilgacha 31-dekabrgacha 1000 ta bo'lmoqchiman. Albatta bu orzum amalga oshadi degan umiddaman. Bu quizdan keyin hamma obuna bo'ladi degan umiddaman. Axir shuncha gap havoga uchmasa kerak-a? Bilasizlarmi? Meni birinchi chiqargan yangi o'zbek Minecraft'larini qo'llab yuboring degan videoyimga taxminan 69 kishi ko'rib, 6 kishigina obuna bo'lgan. Obuna bo'lib, kommentariy yozib qo'ygan, obuna bo'ldim deb. Ba'zilar mehribonlar, rahmat, o'sha kim bo'lsa ham obuna bo'lib, avatarka yasab beraymi tekinga deyapti. Qanchalar insofli odamlar bor-a? Hech ham shu water dropni uddalolmayman-da. Faqat yasash isdan chiqibdi-ku.